Saligina ko'choftoq, endi majburmiz buni to'qsak, chunki ko'choftoqroq. Orsizlar, omonsilar jonlarim, jonlaring omonmi? Bugun qallig'i gapiramiz. Chunki bu video faqat qalliqqa tegishlik. Shu sababdan bu qalliqni tarixi va qalliqni yerlari degan masalalarga gapiramiz. Xo'p, agar tanimay turgan qalliqlar bo'lsa, meni nom qo'yganlar, familiyam O'risi, nomim Arabiy, ya'ni familiyam Astanayev, nomim Arabiy bo'lgan Akmal. Men buni alishtirganman. Hozirga O'ris familiyani olib taylaganman. Men Astana avlodidan bo'lganim uchun kalta qilganman. Astana nomim, o'z qalliq nomimni olganman. Arslon. Astana Arslon. Xo'p. Chunki men arab nomini ham o'chirganman o'zimdan. Bu mana bu O'ris nasabini ham familiya deydi. Buni ham o'chirganman. Men o'zimni asl qalliq nasab nomimni olganman. Astana Arslon. Qaytamiz tarixga kelamiz jonlarim. Bugungi ko'p davolar yerlar to'g'risiga, tarix to'g'risiga kelamiz. Qalliqlar kimni desa, qalliq o'zi bilmaydi. Men qalliqman deydi-yu, neki qalliq o'zi bilmaydi. Nimaga deganda, qalliq o'z tarixiy bilan uncha qiziqmaydi. Bilmaydi, kovlamaydi, xiyol qiladi, yo'q. Ko'p joyga bizda aytadi, biz hamma joydan surg'un bo'ldiklar, keyin bizni Tojikiston qabul qildilar. Tojiklar bizni qabul qildilar. Ko'chmanchi ekanmiz biz. Asl bu gaplar o'zi hammasi yolg'on gaplar. Tarix bunaqa emas. Tarix o'zi boshqa narsa. Tarix 7-asrga qalliqlar 7-asrda o'rtasiga 7-asrga qalliqlar o'z davlatini qalliq kaganati deb nom bo'lgan davlatni tashkil qiladilar. Bu davlat ko'p katta davlat bo'ladi. Xattaki Olotog' Xitoy, bugungi Xitoy, Uyg'urlar turadi, uni Xinjiang deydi, nima deydi, Yoshaqlardan va tartib bu tomoni xattaki mana bugungi Tojikiston deb nom olgan hudud, bular qalliqni davlati bo'ladi. Bular qalliqni davlati bo'ladi. Katta, eng katta o'sha zamonning o'ziga 25 ta oblastda bo'lgan davlat bo'ladi. 25 ta shahri bo'lgan davlat bo'ladi. Buni mayda davlat emas. Bu 940-yil bu davlat arablar va Somoniy davlatidan va Xorazmshoh davlati bilan bular ko'p urush qilib, bu davlat sinadi. Bu davlat sinadi degani bu yo'qolib ketmaydi bu davlat. Bu davlat qaytadan nomini almashtiradi, nomini qo'yadi. Hozir endi historiklar buni Qoraxonliklar deydi. Asl o'zlarini boshqa narsa nom deb aytgan davlat yana qayta o'zini o'sha tashkil qiladi. Qoraxonliklar davlati to 12-asrga davr bir katta davlat, yana o'sha o'zi qalliq hududini qaytarib olib, yana undan ham ziyodga olib, Samarqand, Buxoroni ham oladi.
Hozir agar mana tojiklar davlatiga kelsak, Somonilar davlati deydi. Somoni davlati 90 yil boshidan oxiriga davr davlat qilgan. Qalliqni davlati 7-asrdan to 12-13 asrga davr davlat qilgan. Ya'ni hisoblab ko'ringan qancha. Qarib 5-6 asr, 500-600 yil davlat qilgan. Bugungi Tojikiston hududi 500 yil qalliqni yeri bo'lgan. Bu tojikni yeri bo'lmagan. Tojikistonning yeri bo'lmagan. Somoni davlat qilgan joy Samarqand, Buxoro bo'lgan. Keyin u tomon Afg'oniston, Eron tomonlarga qarab ketgan. Bu joylar o'sha qalliqlarga qolgan qoraxonliklarga. Somonini olgan yeri Tojikistonni bugungi Tojikiston hududiga turgan yer bu bo'lgan Sug'd, ya'ni Xujand, bugungi Xujand, mana bu Dushanbega davr, to Dushanbe hududlariga davr Somoni bo'rlarni olgan. Bu ham bir kalta muhlat ichiga, shoyad 50 yil, shoyad 40 yil ichiga bo'rlarni hukmdorlik qilgan Somoni. Men tarixni ko'p o'qiyman, ko'p kovlayman, savollarni ko'p nima qilaman. Nima uchun bu tomon mana bu tog'larning orasiga ketmagan Somonilar degan savol bo'ldi bu yerda. Bu yerga sabab ko'p. Nima deganki, Samarqand, Buxoro bular o'zi asl zamonidan, ya'ni bular oluv sotuv ishlaynan, ya'ni o'risiga targovlik qilganlar, ya'ni oluv sotish qilganlar. Bular shu biznes deylik, mana bugungi olga biznesmen, biznes yo'lidan bular davlatdorlik qilganlar. Bu tog'ni orasi bularga kerak bo'lmagan. Birinchisidan. Tog' kimga kerak bo'lgan? Tog' qalliqqa kerak bo'lgan, turkka. Nima uchun deganda, bularning moli ko'p bo'lgan. Bularga asnovnoy mol boqaydigan yer kerak. Bular targovlikdan zanimatsiya qilmagan. Shu uchun Somoni baqa qarab ketgan. Keyin kelib turib, keyin Afg'onistonga kirib ketgan. Bu nima tomondan Samarqand, Buxoro bu tomon O'zbekistondan Afg'oniston hududiga, undan Eronga qarab ketganlar o'sha 90 yilga. Shuna urush qilib bu tomonga ketgan. Bu tomonki Tojikistonga o'zi keladi. Mana to Dushanbe hududiga davr bir qaysi vaqtlar, chunki bu ham targovli putka o'sha sholkoviy yo'lga daxili bo'lgani uchun bu yerlarni ham bir muhlat oladi. Bundan keyin qoraxonlik davlati, ya'ni qalliqlarning davlati, qoraxonlik nomi bo'lgan davlati Somonilarni urib hamma yerini qo'lidan tartib oladi. Ya'ni Somonilar qo'lni o'sha qudratni qo'ldan yo'qotadilar. O'shaning uchun agar bugun kimki da'vo qilayotgan bo'lsa-ki, mana bugungi Tojikistonni mana Dushanbedan nari tomoni, mana Qo'rg'oni, Xatloni, mana bu Badaxshon tomonga bu yerga bo'lgan shohlik bo'lgan, hozir shohligining nomi yodimdan chiqib ketdi. To'g'risini aytaman, nomi yodimdan chiqdi, chunki kalaga men narsam turmaydi. Chunki kalla mayda, buncha ko'p narsa qayerdan turadi. Bu yerga shohlik bo'lgan. Bu yerga shohlikda ana 900 kirmagan. Mana bu Badaxshon tomoni yerlarini shohlari bular kirmagan, Somoniga kirmagan. Bular aslan Somonini ta'siriga bo'lmagan biron vaqt. Somonining davlatdorligiga bu tomonlar Somoniga tegish bo'lmagan bu yerlar. Bu yerlar o'sha o'zlarining shohligi bo'lgan va bu shohliklar Xitoydan, ya'ni Xitoy viliyanisi bo'lgan bu yerga ko'pincha. Keyin buni qoraxonliklar olganlar 9-asrga 999
9-asr 10-asrda boshidan bu yerlarni keyin qoraxonliklar olganlar, ya'ni o'sha shohliklarni ham bosib olganlar. Undan oldin bu tomon mana bu Ko'lov tomonlari, Qo'rg'on, Ko'lov, Xovaling, Mo'minobod, Sartez, Sarrez deydi-ku bu yerlari. Bular hammasi qoraxonliklar yo qaliqlar ta'siriga bo'lgan. Ya'niki bu yerlar hammasi qaliqlarning yeri bo'lgan. Biz o'rlarga ko'chmanchi bo'lib kelgan yo'qmiz. Bizda 7-8-asrlarga bizni bobolarimiz o'rlarni qo'y boqib, territoriyalarni Urug' Xitoyda ta'siridan chiqarib olganki, o'rlar historiyaga qarasak, bir tomondan Xovaling, ya'niki Xitoy tilidan olingan bu so'z. Yana ba'zi bir tarixlarga agar qarab chiqsak, havolik, ya'niki bu yerda olgandan keyin qaliqlar havolik nom qo'ygan. Ya'ni havosi zo'r, ochiq, havolik nom qo'yilgan bu yerda. Shu ikkita nomdan kelib bugun Xovaling deb tojikisiga kalta qilib qo'yilgan, ya'ni yoki uzun qilingan yoki o'shani kamgina korrektirovka qilgan. Yo Qo'rg'on tepa bu nima deylik? Qo'rg'on bu krepos yoki mana bu maqbara deydilar tojikisiga. O'shanog'in tepa. Qo'rg'on bu o'zi qaliq so'zi, turk so'zi, o'sha turklar ishlatadigan so'z. Shu uchun o'rda nomi Qo'rg'on tepa bo'lgan, keyin tojikisiga kamgina Qirg'an tepa deb qo'yganlar, ya'niki o'sha nomni alishtirganlar, saligini alishtirganlar. O'zi bu yerlar, bu Xatlon tomon, bu tomon agar ketsak, Badaxshon, Xatlon, bu oblast, shu Dushanbedan nari tomon, mana Dang'arada, mana shu to Dushanbega davr, bugungi Dushanbega davr o'sha qishloq bo'lgan odamlar yashaganlar, asedli obraz hayotlar yashagan. Men bu aytishimdan aytmoqchi emasman, bu yerga tojik degan so'z yo fors degan so'z yashamagan. Yashagan bu yerga, fors yashagan. Neki davlat qaliq davlati bo'lgan. Qaliq kaganati bo'lgan. Bundan keyin qoraxonliklar davlatiga to 13-asrga davr bu yerlar taalluq bo'lgan qoraxonlik davlatiga. Asli o'zi massa bu tomonga fors til ko'chganini sababi men o'zim shuni shu tarixlardan o'qib kelib podozreniya qilayotgan joylarim, chunki bu yerga men asos bera olmayman. Chunki bu yerga tarix asos bermaydi. Men o'zimni fikrimni aytmoqchiman bu yerga. Bu yerga shu mo'g'ullar kelgandan keyin mana shu bu 18-18-asrlarga mo'g'ullardan keyin mana shu bugungi Samarqand, Buxoro, keyin mo'g'ullar olgan joylardan bu tog'larning orasiga bu yerlarga, mana bu Xatlon joylarga bu mo'g'ullardan men shu предполагать qilyapman. Bu chunki dokazati yo'q. Buni dokazat qabul qilmagan. Men o'zim o'ylayapman. Shu hozir tarixdan kelib chiqsam, bular keyin qochib borganlar. Ko'p keyin massa mo'g'ullar qochib, keyin shu qoraxonliklar yerlariga qochib borganlar bular. Bu bo'ladi shu 17-asrlarga, 15-16-17 şu asrlarga to'g'ri keladi. Chunki bu buni olib qarasak, bular bu yerga bizdan keyin kelganlar. Bizlar bilan yashagan, bizlar bilan yurgan, ya'ni fors tiliga o'rga bo'lgan. Yashaganlar qaysi asedli obraz, ya'ni turar obraz yashaganlar, qaysi mol boqich bo'lganlar, yashaganlar, ya'ni cho'ponlik deylik. Buni obrazlar bo'lgan, neki kam bo'lgan, ko'p kam bo'lgan. Massa bular meni shu hozir tarixdan kelib chiqsam, nima uchun bular massa bu tomonlarga ketganlari, bular shu massa mo'g'uldan qochganlar. Bularning shu ota bobolari o'sha zamonga mo'g'uldan qochib, bular keyin o'sha tomonlarga kelganlar. Keyin bular ko'p kelganlar. O'zi asl u zamonlarga Osiyoga olib qarasak agar, o'zi hamma Osiyoga bir 10 million odam bo'lgan.
Ya'ni uni ko'p odam bo'lmagan ko'rda aytsanki, o bura million milliard odam bo'lgani bular hozirda o'ziga 80 million 2024-yil mana bu asrga o'zi yangi O'rta Osiyoga 80 million odam. Uchenga 10 million bo'lgan. Da undan ham kam bo'lgan. 10 milliondan ham kam bo'lganlar. Mana shu bu bo'lsa bu qalliqni tarixi agar bironta sizlarga aytsaki, sizlar ko'chmanchisizlar bu yerga yo'q. Bular ko'chmanchilar bizni joyiga. Biz o'rga ko'chmanchi emasmiz. Biz o'rda olgan ham bo'lsak, bizda ota bobolarimiz o'rda urushdan olgan. Xitoyni ta'siridan chiqarib olgan. O'rga nima uchun Xovalingdan yoki Tojikistondan hozirgi Tojikistonning bir xil joylaridan Budda topadilar, Budda. Chunki bu ana shu zamoniga Xitoyning ta'siri bu yerga xela katta bo'lgan. Mana bugungi Rossiyani ta'siri qanoq o'sharga? Xo'p, mana shuni ta'siri bo'lgan. Ya'ni Xitoyning ta'siri bo'lgan. Qalliqlar bular ham Xitoyning ta'siriga bo'lganlar. Bular ham Xitoyning ta'siridan dashka qolmaganlar. Bular ham Xitoyning ta'siriga bo'lgan. Keyin massa mana shu Mo'g'ul zamoniga men o'ylashimcha bular ko'chganlar. Tog'lar orasiga. Bizlar tomonga bular ko'chmanchi bo'lib kelganlar. Biz ko'chmanchi bo'lib kelgan yo'q. Biz yaxshi yomon bu yerlarni bobolarimiz urush qilib olganlar, qon to'kib olganlar. Xitoyning ta'siridan chiqarganlar bu yerlarni. Bu yerlarni 5 asr bu yerlarni upravlat qilganlar, bu yerlarni kontrol qilganlar. Bu yerga egalik qilganlar, egasi bo'lgan bu yerlarni. 5 asr kamiga 5 asr. Men buni Facebook'umga agar meni Facebook'umga bo'lmasa, meni Facebook'umga kirsanga Astana Arslon Kagan. Men Kagan endi bu proz bir şey o'zimizning zamonlariga, qallig'imning zamoniga, ota bobolarimning zamoniga shohni mana tojiklar Shoh Ismoil Somoniy deydi-ku. Bizlar shohni Kagan deganmiz. O'sha zamonga bizga shoh bo'lmagani Kagan bo'lgan. Mana bir xillar tsar deydi, bir xillar shoh deydi. Biz qalliqlar Kagan deganmiz ularni, Kagan. Shuning uchun o'sha Kagan prozbishini o'sha ya'ni Astana Arslon Shoh degan agar nima qilsak ekan tojikisiga Astana Arslon Shoh degan so'zlar. Astana Arslon Kagan. Meni Facebook'um kirsang agar men doim o'sha Facebook'umga shu tarixdan har bir davlatlardan boshqa tillardan ham topib men buni Google'dan perevod qilib o'risisiga perevodini qo'yaman. Nimaga? Facebook'umga. Keyin mana shu aynan qalliqqa tegishli tarix. Ana endi tarixga qaytsak. Qoraxonliklar to Samarqand, Buxoro, ya'niki tojik yashaydigan yerda davlatini somonini sindirib, yerda olganlar bu yerlarni. O'z kontroliga olgan. Bu to 13-asrga davr, to 13-asrga davr. Bu yerlar ya'ni Somoni singan o'sha 999-yil Somoni polni o'rtadan ketadi. Bu hamma Somonining yeri, hududi bu qalliqlarning qo'liga qoladi. Qoraxonliklarning qo'liga qoladi. Qalliqlar. Xo'p. Ana endi mana shu yil o'zi asli qoraxonliklar, ya'ni qalliqlar tarixga qarasak, tojikni shu fors tilini eng rasvet, ya'niki mana shu oftogi chiqqan zamoni mana shu 10-asrga, 10-asr, 11-chi, 12-chi, 13-chi asrga hisoblanadi. Mana shu asrlarga hisoblanadi. Qoraxonliklar bularni tiliga zapret qo'ymagan. Ya'ni sizlar qalliqlarni yerigasizlar, bu yerda tillaring zapret bo'ladi demagan. Qoraxonliklar katta yordam qilganlarki, toki bular shu o'z tillarini, o'z kulturalarini, o'z naukalarini razvivat qilsa. Ana endi 999-yil Somoni davlati tamoman bayrog'i yerga tushadi, boshqa bu davlat yo'q. Xo'p.
qarang, Abu Ali ibn Sino, Al-Xorazmiy, Mahmud Qashqari, hamma shoirlarni qarang, qaysi yilga tug'ilib, qaysi yilga o'lganlar. Hammasi bular qoladi Qoraxonlik davlatini vaqtiga. Ya'ni o'rislar aytganlar, bular hammasi period Qoraxonlikka yashab o'ladilar. Ki bu yerlarni xazayni yoki davlat qalliqlarni davlati bo'lgan, na tojiklarni davlati. Bugun tarixda ko'p bular nima qiladilar, qach qiladilar, buzadilar. Go'yoki hammasi bular Somoniylar davlatiga bo'lgan. Yo'q, Somoniylar davlatiga bu buncha nauka, buncha narsa bo'lmagan. Lekin bugun Tojikistonga qalliq o'zini kulturasi yo'q, o'zini sentri yo'q. Qalliq bugun Tojikistonga o'z maktabi yo'q, o'z tili yo'q. Lekin Qoraxonlik davlatiga tojik tiliga yo fors tiliga zapret qo'yilmagan. Ya'ni bularni nima qilgan? Nabarot qo'llaganlar, quvvatlaganlarki toki bu tillar bu narsalar ya'ni allin ketsin, razvivatsiya qilsin, kultura bo'lsin deb Qoraxonlik davlatiga, period Qoraxonlik davlatiga bu narsalar qo'llangan, quvvatlangan. O'zlaring tarixda yillariga qarovchi, keyin o'zlaring xulosalaring chiqaring. Ya'ni 999-yil tarix yozgichlar yozadi. Bu meni gapim emas. Somoniy davlati bo'lmagan. Qarovchiga qoni shoirlar qaysi yillarga tug'ilib, qaysi yillarga o'sganlar. O'zlaring qarovchiga. Bu 999-yil Ahrom bu o'sha Buxoroni qo'llan bergan. Oxiriga o'sha necha yil Buxoroga qolganlar bular. Menimcha agar xato qilmasam, shu tarixlarni men hisoblab kelgan agar bo'yimga nimamga qarasam, bir 10 yildan oshiq bular faqat shu Buxoroga qolganlar. Ya'ni bir 10-15 yil orasiga bular Buxoro qolganlar. Ya'ni ushlab qolgan. Qolgan hamma yerni qo'llan bergan. Ana Afg'oniston, Hindiston, Pokiston deydi. Bu yerlarga eng kam davlatdorlik qilgan bu Somoniy bo'ladi. Chunki bir period o'sha islom razvivatsiya bo'lganga olgan, bu yerga ko'p davlatdorlik qila olmaganlar. Chunki Somoniyning davlatini boshlanishidan o'lishiga davr 9 yil o'sha davlat Somoniy davlati tug'ilgandan, paydo bo'lgandan to yo'q bo'lgunigacha 90 yil vaqt o'tgan. Ya'ni bu ko'p davlatdorlikka kam vaqt. Bu eng kam vaqtga o'zi Imom Ali 33 yil bo'lib bir o'zi davlatdorlik qilyapti. Qarib o'shani yarim Somoniy davlatini yarim umrini bir Imom Ali o'zi davlat qilyapti o'zi. Ya'ni uchenga buncha yerda olish uchun qancha urush kerak bo'lgan. Har bir yerda olish uchun Afg'onistonning yerini yo Eronning yerini yo boshqa yerda olish uchun har bir yerga kamiga 4 yil 5 yil urush qilganlar. Ana endi sizlar o'zlaring tasavvur qilingki 2 yil 3 yil ham urush qilgan bo'lsa har bir yerda olishga. Kamiga o'zi 20-30 yil bu davlatning umri urushga ketgan. Kamiga 20 yil umri urushga ketgan. 15 yil yo 20 yil urushi. Bir o'zimizga oramizga urush bo'lib qolgan 7 yil urush degilar. Bir Tojikiston ichiga. Halbuki Eronga davr bo'lgan. Kamiga 20 yil vaqti urushdan o'tib ketgan. Agar yillaydan qarab chiqsan qaysi yil qarlan olgan, 20 yil bu davlat Somoniy davlatining umri urushdan ketgan. Yana 20 yiliga обратный отчет urushdan ketgan. Chunki olgan yerlarni yana asta-asta urushdan qaytarib boy beravergan. Ya'ni boshqa odamlar olavergan. Bu tomondan Qoraxonliklar olganlar davlatini, u tomondan o'sha Eronliklar, forslar, boshqalar olganlar u davlatni. Shuni boshqa Somoniy davlatiga 2-3 front urush bo'lgan. Bu tomon Qoraxonlik, bu tomon boshqalar Somoniy davlatini yo'qotib kelavergan. Ya'ni tag'am 20 yil urush qilib olgan davlatini 20 yiliga urush qilib yo'qotgan. Ya'ni bu oraga agar buni olib qarasak 40 yil bu davlatning hayoti o'sha umri
urushdan ketgan. Oddiy qilib qarasak 40 yil urushdan ketgan. Hech bir 40 yil urush bo'layotgan davlatga nauka, texnika, texnologiya bu narsa razvivatsiya qila olmaydi. Chunki bu 40 yil orasi olishi, yo'qotishdan oraga o'tgan. Xo'p. Bundan qoladi 50 yil. Endi bu 50 yil davlatni necha yil bu tashkil topishi, 5-10 yil tashkil topgan bu davlat. Shunaqa emasdi. To bu quva yig'adi 10-15 yiliga. Ish qilib agar biz olib qarasak bu naukani o'zi Somoniy davlatiga bog'lasak bu yolg'on chiqadi. Boshidan oyog'iga davr yolg'on chiqadi. Nimaga deganda qalliqlar 500 yil davlat qilganlar, 5 asr. Ya'ni 4 asr Somoniy davlatidan ko'ra ziyod davlat qilganlar. 500 yil. Ya'ni bu yerlar bo'lgan. Ya'ni qalliqlar oxirgi mana shu Qoraxonliklarni 10-asrdan keyin Somoniy yiqilgandan keyin bo'lmagan Somoniy davlati. 10-asrdan keyin nauka mana bu nimalar mana bunday odamlar keladi o'chkilar. Chunki bular ko'chmanchilar. Bular ko'chmanchi bizni yergalar. Bular g'asb qilib olganlar bizni yerini. Efendim? Tushunasizlar? Bular g'asb qilib, bular ko'chmanchi bo'lib kelganlar. Biz bularning yerga ko'chmanchi bo'lib borgan emasmiz. Xo'p, Mo'g'uldan keyin bular qochganlar. Men shuni taxmin qilyapman. Keyin bular massa keyin Samarqand, Buxoro va boshqa joylardan bular Mo'g'uldan keyin bu tog'larning orasiga qochganlar. Bular keyin bir qismi genetik agar qarasak, endi men bu tojik barodarlarni nimasiga tegmoqchi emasman, nafsiga. Neki bu narsani tarixda kazat qiladi. Bular genetik o'sha men Facebook'imga qo'yganman. Agar xato qilmasam agar qo'yganman yoki qo'ymaganman. Agar qo'ymagan bo'lsam menga bu dokumentlar bu qo'yaman bu dokumentlarni ham Facebook'ga. Tojiklar, o'zi bugungi tojiklar Sug'dilar, bular tojik demaganlar, bular Sug'dilar bo'lganlar. Mana bu Badaxshon xalqi bular ham tojik demaganlar. Bular fors tiliga gapirgan. Shug'ni xato qilmasam o Shug'ni bo'lganlar, Shug'nilar, ya'ni ki o'sha Shug'ni sarstva bo'lgan, o'sha shohlik, Shug'ni shohligi bo'lgan. Keyin Darvoz shohligi bo'lgan. Bular keyin tashkil topganlar. Bular keyin tashkil topgan bu shohliklar. Bular 3 genetikadan chiqadilar. 3 genetikadan chiqadi. Keyin tojik ya'ni ki bu tojik degan nom keyin o'sha keyin beriladi bu narsaga, chunki tojik degan nom bo'lmagan. Hozirga davr buni biron historiklar hali ma'nosini topa olmayaptilar. Faqat bir necha ma'noga, yaxshi ma'noga nima beryaptilar? Baho beradilar, yaxshi ma'noga. Ya'ni toj kiyganlar uchun tojik deydilar, tojlar bo'lgani uchun tojik deydilar. Yoki arablar bularni tojik deganlar, chunki toza bo'lgan, toziklar degan, tozik. Yaxshi ma'noga bir necha joydan nom beradilar. Hozirga davr to'g'risi bir ikkita nom topganman historiyadan. Endi agar ularni qo'ysam shoyat qattiq tegib ketadi bu barodarlarga. O'shaning uchun bu narsalarni men qo'ymayman. Chunki qo'y bu narsani nauka o'zi aniq qilsin. Keyin chiqadi. Bularga 3 ta genetika bu. Ayni hol hozir 3 ta genetikadan aralashgan bo'lgan bu bugungi основной o'sha Massa Xatlon oblastini xalqlari. Nima uchun bir gap bu qallig'o jiyani tojikon deydi. Ya'ni qalliq tojikni jiyani deydi. Shu gapni ma'nosini bilasizlar sizlar nimadan, qardan kelib chiqqanlar. Vaqti bular massa va ko'chmanchi bo'lib boradilar. Qalliqlar o'ylanadi bularga. Ya'ni bularni qizini ko'p oladi. Keyin shundan bala bo'lgani tojikka jiyan bo'ladi. Chunki opangni balasi senga jiyan bo'ladi-ku. Shundan bo'lgan balalar
Shundan keyin tojiklar keyin Qalag'o jiyani tojikon deydi. Qalag'o jiyani tojikon deydi. Ya'niki bu yerga bular o'sha massa ko'chmanchi, o'sha ko'chib borgan zamonga tog'larning orasiga bularga ham qaliqlar o'sha mollarni qaliqlar asadli obrazli hayot qilmaganlar, bir joyga yashamaganlar. Chunki mana 1 oy 2 oy bu yerda yashaydi. Bu yerdan keyin bu yerda o'ti kamaydi, molini olib yana boshqa joyga o'tadi, boshqa toqqa o'ra yashaydi, shuni aylanib, o'sha molini boqib yashaydi. Vaqtiki bu tojiklar bu yerga keladi massa, keyin bular o'sha bular yashayotgan joyga ular qoladilar, bular ketadi dalshi. Aylanib keladi tag'am, shuni aylanib keladi. Bu o'rtaga keyin mana qaliqni kasali bo'ldi, kampiri bo'ldi, choli bo'ldi. Endi boshqa o'sha kachevniy hayotga yura olmaydi-ku, endi boshqa o'sha qarib qolgan cheniga. Keyin bular nima qiladi? Bular o'sha yerga turadilar. O'sha yerga keyin shu tojiklar bilan qoladi. Qaytadi, meni ota bobolarim shu yerda qarilar, shular ochalarim shular sizlar bilan tursinlar, biz yoyloqqa ketamiz, o'ra boramiz, keyin kelamiz. Shundoq keyin bular o'sha qarilari keyin bu bugungi tojiklar bilan keyin qolishni boshlaganlar. Birinchi bo'lim. Yoki keyin mayda go'daklar bo'lgan. Keyin bularni o'sha bobolariga, nimalariga qarasin deb qo'yganlar. Shundoq bo'lib keyin bular asta asadli bo'lishni boshlaydilar. Ya'ni bu o'rtalarga asadli bo'lishni o'sha o'y qilib, qolib shuni boshlaydilar. Bularni o'sha tojikni o'yiga qo'ymaydilar, lekin o'sha o'zlarini yurtalariga qo'yadilar. Yaniga tojikni yurtasi bo'lgan, o'yi bo'lgan, yashaydigan joyi. Keyin shundoq bular qoladilar. Asnomnoy kasallarni qo'yadi, qarri odamlarni qo'yadilar. Yaniga yosh qizlarni va go'daklarni qo'yadiki, qara bobonga, momonga qaragin deb. Shu uchun ham bugungi o'sha Tojikistonga asnomnoy Xatlon joyiga agar shuni o'tib qarasangiz, hamma ota deydi. Hamma ocha deydi. Ota, ocha bu fors tiliga yo'q. Ya'ni bu narsa chunki bular kelishni boshlaganlar, qaliqlar ota deganlar, ocha deganlar, bobo deganlar, moma deganlar. Bular ki shularning orasiga kelib bu gaplar bular qabul qilib olganlar. Ya'ni bular busi ota, busi ocha, busi moma. Nima uchun So'g'dga bu narsa yo'q? Nima uchun Samarqand, Buxoroga bu narsa yo'q? Chunki bu narsa bu yerga massa bulan joy bo'lgan, qo'raqonliklar bu yerlarni olganlar. Shu uchun bu narsalarni tarixdan qarang jonlarim, yaxshilab o'rganing. Bu yerlar, bu biz yashayotgan yerlar. Bana bu bugungi shu Dushanbedan nara qarab ketsak, bular hammasi 5 asr 7-asrdan 7 tashkil topgan, 8-7-asrlarning o'rtasi 8-asrdan 8, 9, 10, 11, 12, 13, 5-6 asr qarib bu yerlar qaliqni yeri bo'lgan. Bu yerda qaliq tojikni qo'lidan olmagan. Tojikni qo'lidan olmagan. Bu yerlarni Xitoyni qo'lidan olgan. Xitoyni. Bu yer biron vaqt ta'alluq bo'lmagan tojikka. Bu yer ta'alluq bo'lgan Xitoyga. Xitoydan keyin qaliqlar olgan. Ofitsialna yer ta'alluq bo'lgan Xitoyga. Xitoydan qaliqlar olganlar. Buni qaliqlar tojikdan olgan emaslar. Buni qaliqlar ne bilmayman boshqasidan olgan emaslar. Qaliqlar bu yerlarni forslardan olgan emas. Bu yerlarni qaliqlar Xitoydan olganlar. Xitoyliklarni qo'ldan tortib olganlar. O'sha uchun bu yerga ofitsialna qaliqni yer deyiladi. Bular keyin asta ko'chmanchi obrazdan kelib, bu yerga qolib ketganlar. Ya'ni Mo'g'ullar ko'p qochganlar. Men shuni tasavvur nima qilyapmanki, massa Mo'g'ullar qochganlar bular tog'larning orasiga. Chunki Mo'g'ul birontan rahm qilmagan Mo'g'ul bular keyin hammasi qochganlar tog'larning orasiga qarab. Bular keyin ko'ch bog'laganlar. Shuning uchun biz ko'chmanchi emasmiz bu yerga. Men kerak bo'lsa tarixdan isbot qilaman, olib kelaman, hammalaringa qo'yaman. Agar tarixdan gapirayotgan odam bo'lsa, marhamat kelsin, o'z o'sha
hujjatlari bilan, tarixiy hujjatlar bilan men taylayman agar bo'lmasa tarixiy hujjati, o'sha tarixiy dokumentlari bo'lmasa men taylayman o'qisin, chiqsin, ko'rsin yerlarni. Neki bugun bular qilgan ishlari xatoki, nimaga deganga qalliq tilini o'rtadan olib ketyaptilar. Qo'ymayotdilar qalliqlar kulturasini razviyatsiya qilsa. Qo'ymaydilarki qalliqlar o'z o'sha nimalarini razviyatsiya qilsa. Qalliqlarni singaniga sabab. Buni alohida efir qilib aytay yoki hozir o'sha tarix bo'yiga, o'z men yer bo'yiga aytdim-da, mana shu yerlarni bo'yiga gapirdim. Tarixda singani bo'yiga sabab ham aytay, tarix nima uchun qalliqlarni davlati sinni. Qalliqlarning davlati singani o'sha postepенно sinib ketdi. Bu islomni qabul qilganlari. Ya'ni islomni qabul qildi, qalliq o'zini o'z bir kultura, o'z bir traditsiyasi bilan buncha davlat qildi. Islomni qabul qildi, islom qalliqni ko'p o'sha traditsiyasiga zapret qo'yishni boshladi. Ya'ni avval endi siraza qo'ya olmadi, keyin asta-asta postepенно zapret qo'yishni boshladi. Bular уже islomga уже ketdi, psixически, moralno, materialno ketdilar islomga. Keyin busi mumkin emas, busi mumkin emas, busi shariatga to'g'ri kelmaydi, busi buni, busi buni. Shu to'g'ridan qalliq o'sha o'zini g'ururini, o'zini chustvasini, o'zini mujistvasini, o'zini o'sha davlatdorligini asta-asta yo'qotishni boshladi. Asta-asta yo'qotdi. Keyin islom qabul qilgan vaqtga ham, yoki qalliqlardan keyin bichilari qochdilar. Ko'plari Xitoy qochib ketdilar, qabul qilmadilar. Chunki qalliqlar ko'p qabiladan yig'ilib bir nomning tagiga, qalliq nomining tagiga yig'ilgan. Bular ko'p qabila bo'lganlar. Har bir qabilaning o'zining liderlari bo'lgan. Glavnilari. Keyin bular nima qiladi? Bular keyin qochadilar, bir xillari qochadi, bir xillari qoladi, davlat qiladi. No, pri этом bugunga davr bizga pir bu. Ahamiyat berasizlar. Hech kimga pir yo'q, qalliqlarga pir bu. Chunki qalliqlarning har bir uyiga eng singan joyi mana shu ediki, ma'lim qo'yaydilar islom dinidan dars olish uchun. Assobina pravitellarni oilalariga ma'limlari ko'p bo'ladi. Ya'ni shular. Mana shu bugun, mana shu bizni Tojikistonga ham qolib ketgan, bizda hali ham o'sha pir degan bir traditsiya kallaga qolib ketgan, unga dolya berish kerak, haq berish kerak, boshqa narsa. Bu pir hech kim emas. Hech kim emas. Bu pir psixически seni ering bo'ladi. Xolos. Psixiki ering. Sen uni xizmatini qilishing kerak. Sen o'zingni psixiki o'sha bir odamni bir pir deb o'zini o'sha xotinidek qilib qo'ygansan. Tamam, boshqa biror narsasi yo'q. Bu hech kim emas, bir parchugan odam. Neki bugunga davr biz nima qilamiz? Pirim, bizni pirimiz bu. Bular yolg'on narsa. Bular biron to'g'riligi yo'q. Bir parchugan biz psixiki o'zimizni o'shani xotini qilib taylaganmiz. Nima desa qilib yuraveramiz. Hali qanoqki uyga xotininga nima desang ovqat qil, osh qil, lag'mon qil. Men bu yegim kelibdi, u qilaman, bu qilaman, kirimni yu, u qil. Xotin bechara shu ishni qilib yuraydi-ku sen aytganingni. Sen o'zingni psixiki o'sha bir pir degan insonga, bir odamga sen xotini qilgansan o'zingni. U nima desa sen o'shani qilishing kerak. Xolos, bu yerda biror narsa yo'q. Mana shu qalliq davlatini singanini sababi islom qabul qilganlari. Neki islomni kulturasini eng ko'targan Osiyoga bu qalliqlar. Mana bugun. Keyin bundan allin 751-yil xato qilmasam, hali Qoraqonlik davlati bo'lmagan, qalliq kaganati bo'lgan. Xitoyliklar, mana shu Osiyo uchun Xitoyliklar vaqtdan Abbosidlar keladi, arablar urush qiladilar. Bitva talas deydi. Mana shu yerda agar kirsang, men buni ham Facebook'imga qo'yganman. Lekin mana shu bitva talasni men shaklma bir 9 ta tilga tarjima qilib qo'yganman. Inglizi, fransuzi, nemisi,
polyak tili, tojiki, o'risi, tag'am qaysi bir tillarga men tarjima qilib qo'yganman shu bit va talasni. Agar qaysini kirsang, kirib o'qing, mana shu bit va talasni, ya'ni talas urushini. Mana shu yerga qalliqlar kelib, arablarni pushtini olib, xitoyliklar bilan urush qilganlar. Shu yerga xitoyliklarni sindirganlar. Agar qalliqlar urush qilmasa edi, indamay turganiga edi, xitoyliklar arablarni sindirib Aziyadan chiqarib yuboradi. Ya'ni bu yerga hamma bir tarix yozgichlar, ya'ni o'sha tarixni baho beraydigan odamlar bu yerga bir baho beradi. Ki shu musulmonlik Aziyaga qolganiga, bugungacha qolganiga asos qalliq bo'lgan. Qalliq bo'lmaganga Aziyaga islom, musulmonlik qolmaydi. Chiqib ketadi. Eng demokratik o'z zamoniga davlat bo'lgan, bu qalliq davlati bo'lgan. Nimaga deganga, yo umuman turklar davlati bo'lgan. Qancha o'sha turklar davlati bo'lsa bir nechta, o'sha to mana shu eng demokratik davlat bo'lgan. Nimaga deganga, asobina din to'g'risiga hech kimga pretendovat qilmagan, hech kimga o'rislar aytgandek navyazovat qilmagan, bog'lamagan. Sen mana bu dinni qabul qil, bu dinni qabul qil. Xuddi shu qalliq kaganatini ham ichini agar dinlarni qarab chiqsang, Qoraxonlik davlatini ham to islom qabul qilguncha dinini qarab chiqsang, yo undan boshqa o'sha kaganatlarni agar qarab chiqsang, Qirg'iz kaganatini, Qirg'iz ham ko'hna, ko'p ko'hna qalliqlardan u barobar keladi. Qirg'izlarning ham tarixi. Ya'ni Qirg'izlar bilan qalliqlar ko'p joyga bir bo'lganlar. Uyg'ur ham ko'hna tarixi bu. Mana shu Qirg'iz, qalliq, Uyg'ur bular eng o'sha ko'hna tarixlardan keladi bular. Din to'g'risiga agar qarasak, bu yerga din hech kimni aytmagan. Sen mana bu din. Bularning ichiga budizm ham bo'lgan. Tengriyan ham bo'lgan. Hozirga davr agar qalliqlarni o'sha endi hozir bilmayman, o'sha yoshroq edik, yodimga bu qalliqlarni agar kotalarimiz dov berganga Tangri Allohim qollasin deydi. Agar ahamiyat bergan bo'lsanga, shu Tangri degan so'zni ishlatadilar. Ya'ni ki Tangrim o'zi qollasin, Tangri Allohim qollasin degan da'volarni o'ralarga mana shu Tangri degan so'z doimo ishlatiladi. Chunki bu narsa to shu chenga davr ham kelgan. Qalliqlarni o'zi massa dini Tengriya bo'lgan. Keyin budizm bo'lgan. Keyin agnostizm bo'lgan. Ya'ni ki zarastizm bo'lgan. Zardusht. Ya'ni ki Zardusht dini ham spokojna odamlar qabul qilib, ya'ni hech kimga din bog'lamagan. Sen bu din bo'lasan, sen bu din bo'lasan. Mana bugunga agar Fors desak, mana Eron mintaqalari bu tomondan bular bu tomondan zarastizm bo'lganlar. Ya'ni zarastizm shu targovli Putina yo'ldan zarastizm bularga kirib kelgan. Endi u tomonni bilmayman, forslar qancha Tangriga ishonganlar, sig'inganlar, u tomonini bilmayman. Neki turklarning ichiga zarastizm ko'p bo'lgan. Ya'ni spokojna odamlar zarastizm bo'lganlar, Tengriyan bo'lganlar, Tangriga sig'inganlar, budizm bo'lganlar. Ya'ni din uchun hech kimni o'ldirmagan. Ya'ni Tangri uchun bir odamni o'ldirmagan, zarastizm uchun hech kimni o'ldirmagan, budizm uchun hech kimni o'ldirmagan. Ya'ni bu dinlar spokojna bir oilaga shu tarixdan ko'rinadi, bir oilaga eri Tangri, xotini budist bo'lgan, Budga sig'ingan, eri Tangriga sig'ingan. Spokojna bir uyga yashaganlar. Birov marta aytmagani, seniki xato dining, seni dining xato, seni dining xato degan so'zlar bo'lmagan. Yoki oddiy bir oila Tangri, yana yanidagi oila uy zarastizm, bular qiz berib qiz olganlar bir-biriga. Bularga nima bo'lmagan? Din bularning o'rtasiga ajratib olmagan biror narsani va din prinsiplari bo'lmagan. Din faqat bir sig'inish yo'li bo'lgan. Tamam. Keyin mana shu islom qabul qilgandan keyin bular keyin bo'lganicha bo'ldilar.
ya'ni islom bularni qaychi qilishni boshladi. Ya'ni yo'q qilishni boshladi. Busi nodurust. Keyin bular keldi, kim islomga qattiq ketgan bo'lsa, islomga ketmagan insonlarni kofir dedilar, o'zlari bir-birining ichiga. Qalliqlarni ajratishni boshladi. Sening noning halol, noning harom, yeyish kerak, borish kerak emas deb. Bu yerga boshqa kaganat interes, davlat interes hammasi o'rtadan yo'q qoldi. Faqat bir interes din bo'ldi. Yo sen meni dinimgasan, yo sen kofirsan, sen noning yeyish durush, sendan qiz olmayman, senga qiz bermayman, senga bu qilaman. Ya'ni shu narsalar keyin asta keyin qalliqni davlatini reshasini keyin elakdan o'tkazib keyin yo'q qildi. Mana aynan mana shu narsa. Ki bugunga davr qalliqlar 7 vaqt namoz o'qib, bir yilga 7 marta pirdan duolab, pirga borib pul berib kelarlarki, rahmat sizlarga olib kelgan chizlaring ko'p zo'r chiz edi. Biz davlatni qo'llan berdik, millatni qo'llan berdik, yerni qo'llan berdik. Hamma narsamizni, kulturamizni qo'llan berdik. Hamma narsani biz mana shu sizlarni olib kelgan dinlaring uchun biz qo'llan berdik. Biz bugun hech kimmiz. Biz g'ulommiz bugun. Bir aqidaviy, fikriy g'ulommiz. Pirni g'ulomimiz, busini g'ulomimiz. Biz g'ulom bo'ldik. Rahmat sizlarga olib kelgan dinlaringdan deb bugun yuribdik. Yo'llaring omon bo'lsin, qalliqlarim. Sog' bo'linglar. Umrlaring uzoq bo'lsin. Neki tarixingni bilinglarki, kimsizlar. Sizlar kimliklaring bilinglar. Bu yerlarga sizlar ko'chmanchi emassizlar. Meni seni qalliqda ota bobolarimiz bu yerlarni Xitoyni qo'lidan urib olgan, zavoyvat qilib olgan. Bu yerni tojikdan ham olmagan, boshqasidan ham olmagan. Hindistondan ham olmagan, Pokistondan ham olmagan, Amerikadan ham olmagan. Bu yerni Xitoyni qo'lidan qalliqlar urib olganlar. Yer bu yerga Xitoyni territoriyasi bo'lgan. Lekin qalliq urib olgan bu yerda. Bugun toyorga oyor kelib, tojik bizda aytadi, shuma ko'chmanchiyin deydi. Bilasan shuni? Shuma ko'chmanchiyin. O'zi ko'chib kelgan yerga bizni hali aytadi-ku, mushi berina, mushi dirnara sirmekina deb o'zlarini ham matallari bor-ku. O'zlari kelib turib, bugun bizni ko'chmanchi deb ko'chaga qo'yib yotibdilar. Nima uchun bu narsa bo'ladi? Chunki sen tarixingni bilmaysan. Chunki sen qallig'im bugun seni bugun islom huviyatingni hammangni yo'qotdi, hech narsaga interes qilgani qo'ymaydi. Bu harom deb. Ikkinchisidan qo'ydi ketidan yurib sen qo'y bo'lib qolding qallig'im. Mana shu seni aybing. Agar sen tarixingni bilsan, sen kitobingni yozgin. Tarixingni yozgin. Men hammasini yig'iyotman kitob qilib chiqarish uchun. Qalliqlarning tarixini kitob qilib chiqarish uchun, lekin menga finans yo'q. Men shu bir qalliq, mana shuncha qalliq tarixini orqasidan yugurib yuribman. Qolgan qalliqlar Rossiyaga shabash urib yuribdilar, ko'cha supurib. Ular uchun millat, huviyat biron narsa kerak emas. Bir menga kerak. Bugun men mana shu ishlarni qilib yuribman. Yo'llaring omon bo'lsin, qallig'im. Qarga bo'lsanga, lekin tarixingni bilingga, bilmasanga mana shuni aytganni ta'nasiga ko'chmanchi deb senga nom beradi. Ko'chmanchi nomini olib qolasan, ko'chalarga yuriysan. Tushuning jonim. Joning sog' bo'lsin. Tayla boshqa qalliqlaringga buni yaxshilab ko'rib chiqing.